Shomurodov va Fayzullayev kubok o'yinida yorqin qahramon bo'ldi. Istanbul Başakşehir klubi sharafini himoya qilayotgan O'zbekiston milliy terma jamoasi yetakchilari Eldor Shomurodov va Abozbek Fayzullayev Turkiya kubogining navbatdagi uchrashuvida ham yana bir bor e'tibor markazida bo'ldi. Istanbulliklar Turkiya kubogi A guruhining 3-turda safarda Fotih Karagümrük bilan bellashib, raqib maydonidan 1 hisobdagi ishonchli g'alaba bilan qaytdi. Mustafa Kamol Otaturk nomidagi Olimpiya stadionida bo'lib o'tgan bahsda Başakşehirning katta ustunligi boshidan sezildi. Jamoa o'yin tempini nazorat qildi, hujumlarni ketma-ket uyushtirdi va shunday paytda o'zbek muxlislari uchun eng yoqimli manzara gollarda o'zbekistonliklarning ismi yozildi. Uchrashuvda mehmonlarga g'alaba keltirgan gollarni Abozbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov, Miguel Crespo va Ivan Brnich o'z hisobiga yozdirib qo'ydi. Mezbonlarning yagona javob to'pi esa 79-daqiqada Abdulqodir Musa Kone tomonidan kiritildi. O'yinning eng keskin va muxlislarni bir zumda xavotirga solgan lahzasi 26-daqiqaga to'g'ri keldi. 23-daqiqada gol urib, jamoasini oldinga olib chiqqan Başakşehirning eng samarali to'purari Eldor Shomurodov og'riq his qilib, maydonni erta tark etdi. Endi o'zbek legionerining holati qo'shimcha tibbiy ko'rikdan keyin aniq bo'ladi. Jarohat darajasi, davolanish muddati va keyingi o'yinlarda ishtirok etish imkoniyati shundan so'ng oydinlashadi. Bu natija Başakşehir uchun guruh bosqichidagi ikkinchi g'alaba bo'ldi. Jamoa ochkolarni 6 taga yetkazib, guruhdagi pozitsiyasini ancha mustahkamladi. İlk mag'lubiyatni qabul qilgan Fotih Karagümrük esa 2 ochko bilan qoldi. Nuriy Shahin boshchiligidagi Başakşehirning formasi ham kuchayib bormoqda. Jamoa Superliga va Turkiya kubogi doirasidagi so'nggi 6 uchrashuvning 5tasida g'alaba qozondi. Bir bahs durang bilan yakunlandi. Eng muhim ko'rsatkich mag'lubiyatsiz seriya 7-o'yin edi. Eng muhim ko'rsatkich mag'lubiyatsiz seriya 7 o'yinga yetdi. Başakşehir oxirgi bor 2025-yil 18-dekabr kuni Turkiya kubogida Galatasaroyga mag'lub bo'lgan edi. Shundan beri jamoa natija va o'yin sifati jihatdan ham o'zini boshqacha ko'rsata boshladi. Bu davrda Başakşehir kubogidagi 2 uchrashuvning ikkalasida ham zafar quchdi. Chempionatda esa 3 ta g'alaba va 1 ta durang qayd etdi. Eldor Shomurodov joriy mavsumda barcha musobaqalarni hisobga olganda gollar sonini 15 taga yetkazdi. Superligada 20-turdan keyin 14 ta gol bilan to'purarlar poygasida peshqadamlik qilib turibdi. Fotih Karagümrük darvozasiga kiritilgan to'p esa Eldorning Turkiya kubogidagi ilk gol sifatida qayd etildi. 22 yoshli Abozbek Fayzullayev Turkiya maydonidagi gollar sonini 3 taga yetkazdi. U bungacha Superligada Kasımpaşa va Gaziantep darvozalarini ishg'ol qilgan edi. Endi esa kubokda ham o'z hisobini ochib, men bu yerda borman degan signalni yana bir bor yubordi. Qisqasi, Başakşehir yirik g'alaba bilan guruhdagi imkoniyatlarini oshirdi. Shomurodov va Fayzullayev esa gollar bilan muxlislarni quvontirdi. Endi eng katta intriga Eldorning holati. Agar jarohat jiddiy bo'lmasa, Başakşehir uchun ham, O'zbekiston muxlislari uchun ham keyingi o'yinlar yanada shirin bo'ladi.